Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun sizlarga juda muhim va shoshilinch xabarni yetkazish uchun ekranlaringiz qarshisida turibman. Bu ma'lumot ayniqsa hurmatli pensionerlarimiz va yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan har bir fuqaro uchun hayotiy ahamiyatga ega. Men bilaman, pensiya mavzusi ko'pchilik uchun qiyin, ba'zan esa zerikarli tuyulishi mumkin. Ammo bugun men aytadigan narsalar sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qilishi, hattoki pensiya miqdoringizda sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlang, chunki hozir aytiladigan har bir so'z sizning kelajagingiz uchun juda muhimdir. Agar bu mavzu sizni qiziqtirsa, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing, shunda bu muhim ma'lumot ko'proq insonga yetib boradi. Pensiya tizimi ko'pchiligimiz uchun murakkab va o'zgaruvchan bir soha bo'lib tuyuladi. Unda doimiy ravishda yangi farmonlar, qarorlar va o'zgartirishlar kutilib turadi. Ilgari pensiya hisoblash tizimi ko'proq barqaror, ba'zan esa qotib qolgan edi. Ya'ni bir marta hisoblangan pensiya miqdori faqatgina inflyatsiya sababli indeksatsiya qilinardi, lekin uning hisoblash asoslari kamdan-kam o'zgarardi. Eski tizimda asosan so'nggi 5 yildagi ish haqi miqdori va umumiy ish staji asos qilib olinardi. Ba'zi hollarda fuqarolar o'zlarining barcha mehnat staji yoki yuqori maosh olgan davrlari haqidagi ma'lumotlarni to'liq taqdim eta olmasdilar yoki bu ma'lumotlar arxivlarda topilmasdi. Natijada odamlar o'zlari haqli bo'lgan pensiyadan kamroq miqdorda pensiya olishar edi. Bu holat ko'pincha adolatsizlikka olib kelardi. Chunki fuqaroning haqiqiy mehnat faoliyati va hissasi pensiya miqdorida to'liq aks etmasdi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi yillarda mamlakatimizda pensiya ta'minoti tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha qator muhim qarorlar qabul qilindi. Endilikda pensiya hisoblashda nafaqat ish haqi va staj, balki boshqa omillar ham e'tiborga olinmoqda. Eng muhimi shuki, eski qonunlarda ko'zda tutilgan ba'zi cheklovlar bekor qilindi. Masalan, ish haqi bo'yicha cheklovlar. Yangi qoidalar pensiya miqdorini hisoblashda fuqarolarning maksimal darajadagi mehnat stajini va eng yuqori daromadli davrlarni hisobga olish imkoniyatini yaratdi. Bu degani, endi sizning pensiya miqdoringiz avvalgidan ko'ra adolatliroq va sizning haqiqiy mehnat faoliyatingizga mos ravishda hisoblanishi mumkin. Ba'zi hollarda bu o'zgarishlar pensiya miqdorining sezilarli darajada oshishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli har bir pensioner o'z hisobini, ya'ni pensiya miqdori qanday hisoblanganini tekshirishi zarur. Ehtimol siz ham yangi qonunlar asosida pensiyangizni qayta hisoblash huquqiga egasiz va bundan xabardor emassiz. Bu imkoniyatdan foydalanmaslik shunchaki o'zingizning qonuniy haqingizni qo'ldan boy berish bilan barobar bo'lishi mumkin. Shuni unutmangki, bu o'zgarishlar birdaniga va avtomatik tarzda barchaga ta'sir qilmaydi. Ba'zi hollarda fuqarolarning o'zlari faol harakat qilishlari talab etiladi. Keling, endi batafsil ko'rib chiqamiz. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlarga esa hozircha xavotir olmasa ham bo'ladi. Pensiya hisobini tekshirishingiz shart bo'lgan guruhlar. Birinchi guruh ish haqi haqidagi ma'lumotlarda uzilishlar bo'lganlar. Agar sizning ish stajingizda uzilishlar mavjud bo'lsa yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlaringiz yo'qolgan bo'lsa, siz albatta tekshirishingiz kerak. Eski tizimda bunday uzilishlar pensiya miqdorini kamaytirardi. Endilikda ba'zi hollarda sud orqali yoki maxsus komissiyalar orqali ish stajini tasdiqlash imkoniyatlari kengaytirildi. Misol uchun, Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida yashovchi 1928 yilda tug'ilgan. Omina bu erta yoshida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Keyin esa 15 yil davomida kolxozda oddiy ishchi bo'lib faoliyat yuritgan. Uning kolxozdagi ish staji haqidagi hujjatlar saqlanmaganligi sababli uning pensiyasi faqat o'qituvchilik staji asosida hisoblangan edi. Avvallari bunday holatda uning pensiyasi har oyda taxminan 1 million 200 ming so'm atrofida edi. Yangi qonunlarga muvofiq u mahalliy hokimiyat tavsiyasi guvohlar ishtirokida komissiya orqali o'zining kolxozdagi ish stajini tasdiqlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Hozirda uning pensiyasi qayta hisoblanib, taxminan 1 million 700 ming so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu oyga 50 ming so'm degani, bu uning uchun ancha sezilarli yordamdir. Bu holatda Omina bu faqatgina o'z bilmagan huquqi sababli ko'p yillar davomida kamroq pensiya olib kelgan. Ikkinchi guruh chet elda ishlaganlar yoki sobiq ittifoq hududida ishlaganlar. Agar siz sobiq ittifoq respublikalarida yoki hozirgi MDA davlatlarida ishlagan bo'lsangiz,
yoki umuman chet elda mehnat faoliyatini olib borgan bo'lsangiz, pensiya fondiga murojaat qilishingiz zarur. Chunki ba'zi davlatlar bilan pensiya ta'minoti bo'yicha kelishuvlar imzolangan bo'lib, bu stajni ham hisobga olish imkoniyati mavjud. Masalan, Toshkent shahridan 1932 yilda tug'ilgan Sobir aka Sovet davrida Rossiyaning Moskva shahrida 10 yil davomida muhandis bo'lib ishlagan. Uning Rossiyadagi staji O'zbekistonda pensiya hisoblashda avvaliga to'liq hisobga olinmagan edi. Chunki o'sha paytda hujjatlar va kelishuvlar tizimi biroz murakkabroq edi. Uning pensiyasi faqat O'zbekistondagi 20 yillik staji asosida hisoblanib, taxminan 1 million 400 ming so'mga teng edi. Rossiya bilan imzolangan yangi kelishuvlar va hujjat almashinuv mexanizmlari soddalashtirilgach, Sobir aka o'zining Rossiyadagi ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etdi. Natijada uning umumiy ish staji 30 yilga yetkazilib, pensiyasi qayta hisoblandi. Endi uning pensiya miqdori 2 million so'mdan oshdi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto bir necha 10 yillar o'tib bo'lsa ham, o'z huquqlaringizni bilish va harakat qilish moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilaydi. 3-guruh oldin pensiya hisoblashda cheklovlar qo'yilganlar. Ilgari pensiya hisoblashda ish haqi miqdoriga ma'lum bir cheklovlar qo'yilgan edi. Ya'ni siz qancha yuqori maosh olganingizdan qat'iy nazar, pensiya miqdori ma'lum bir chegaradan oshmasdi. Ammo yangi qonunlarga asosan bu cheklovlar yumshatilgan yoki butunlay bekor qilingan bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa yuqori lavozimlarda ishlagan, ko'p yil davomida yuqori maosh olgan mutaxassislar uchun juda muhimdir. Masalan, Samarqand viloyatidan 1955 yilda tug'ilgan Ra'no opa katta korxonada bosh hisobchi bo'lib ishlagan va doimiy ravishda juda yuqori maosh olgan. Ammo pensiyaga chiqqanida o'sha paytdagi qonunlarga ko'ra uning ish haqi ma'lum bir miqdordan yuqori bo'lgan qismi hisobga olinmagan edi. Natijada uning pensiyasi o'zining haqiqiy ish haqi darajasiga nisbatan sezilarli darajada past bo'lgan. Uning oylik pensiyasi taxminan 1 million 600 ming so'm edi. Hozirgi islohotlar tufayli bu cheklovlar olib tashlanganligi sababli Ra'no opaning pensiyasi qayta hisoblanganda uning avvalgi yuqori maoshi to'liq e'tiborga olindi. Endi uning pensiyasi 2 million 500 ming so'mgacha oshishi kutilmoqda. Tasavvur qilyapsizmi? Deyarli 1 million so'mga farq. Bu nafaqat Ra'no opaning o'ziga, balki uning oilasi uchun ham katta yordamdir. 4-guruh yagona ijtimoiy reyestrda mavjud bo'lmagan fuqarolar. Bugungi kunda mamlakatimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar va fuqarolarni aniqlash hamda ularga yordam ko'rsatishning yangi tizimi ijtimoiy himoya yagona reyestri joriy etilgan. Agar siz pensioner bo'lsangiz, shu vaqtgacha bu reyestrga kiritilmagan bo'lsangiz, lekin ijtimoiy himoyaga muhtoj hisoblansangiz, qo'shimcha imtiyozlar yoki nafaqalar olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu ayniqsa kam ta'minlangan pensionerlar uchun dolzarb. Misol uchun, Qashqadaryo viloyatidan yashovchi yolg'iz keksa Shodmon bobo pensiyasi faqatgina minimal darajada bo'lganligi sababli juda qiyin ahvolda yashar edi. Uning oylik pensiyasi 1 million 1 ming so'm atrofida edi. Mahalliy hokimliklar va ijtimoiy xizmatlar bilan aloqada bo'lmaganligi sababli u yagona reyestrga kiritilmagan edi. Yaqinda uning holati o'rganilib, ijtimoiy reyestrga kiritilgach, unga qo'shimcha ravishda har oyda 300 ming so'm miqdorida moddiy yordam tayinlandi. Bu uning oylik daromadini sezilarli darajada oshirdi va unga oziq-ovqat yoki dori-darmon sotib olishda yordam beradi. Bunday holatlar mamlakatimiz bo'ylab minglab bo'lishi mumkin. Kimlar hozircha xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, ya'ni so'nggi 1-2 yil ichida va barcha hujjatlaringiz yangi qonunlarga muvofiq rasmiylashtirilgan bo'lsa, ehtimol sizning pensiyangiz allaqachon to'g'ri hisoblangan. Ammo shunda ham bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Agar sizda barcha mehnat staji uzluksiz bo'lsa, daromadlaringiz haqidagi ma'lumotlar to'liq va rasmiy bo'lsa va siz hech qanday murakkab vaziyatlarga duch kelmagan bo'lsangiz, ehtimol sizning pensiyangiz miqdori to'g'ri hisoblangan. Ammo har bir holat o'ziga xos bo'lganligi sababli baribir mutaxassis maslahati ortiqcha bo'lmaydi. Endi esa istisno holatlar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar haqida to'xtalamiz. Bu qismini diqqat bilan tinglang, chunki aynan shu yerda ko'pchilik xatolarga yo'l qo'yishi yoki qo'shimcha imkoniyatlarni o'tkazib yuborishi mumkin. Birinchi nuans: elektron mehnat daftarchalari va stajni raqamlashtirish. Bugungi kunda O'zbekistonda yagona milliy mehnat tizimi YMMT
joriy qilingan. Bu tizim orqali fuqarolarning mehnat stajlari raqamlashtirilib, elektron shaklda yuritilmoqda. Agar sizning mehnat daftarchangiz eski qog'oz formatida bo'lsa va u hali elektron tizimga kiritilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yoki ish beruvchingizga murojaat qilib, ushbu ma'lumotlarni elektronlashtirishni so'rashingiz shart. Negaki ba'zi holatlarda qog'oz mehnat daftarchasidagi yozuvlar tushunarsiz, o'chirilib yozilgan yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya hisoblashda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Elektron tizim esa shaffoflikni ta'minlaydi va hisob-kitoblarda xatoliklarni kamaytiradi. Aytaylik, Andijon viloyatidan Maqsud amaki 1990-yillarda bir nechta kichik korxonalarda ishlagan. Uning mehnat daftarchasidagi yozuvlar juda tartibsiz va o'chirilib yozilgan joylari ko'p edi. Pensiyaga chiqqanida uning stajining bir qismi pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan tasdiqlanmadi. Uzoq tortishuvlardan so'ng u sud orqali o'z stajini tasdiqlashga majbur bo'ldi. Agar Maqsud amaki o'z vaqtida YMMT tizimga kiritilishini so'raganida bu muammolar yuzaga kelmasdi. Chunki tizimga ma'lumotlar ish beruvchi tomonidan to'g'ri kiritilishi shart. Bu holatda agar sizning mehnat daftarchangizda shunga o'xshash tartibsizliklar bo'lsa, hozirroq uni raqamlashtirishga harakat qiling. Ikkinchi nuans, noto'g'ri ma'lumotlar bazalari va inson omili. Garchi texnologiyalar rivojlangan bo'lsa-da, ba'zida ma'lumotlar bazalarida xatolar yoki inson omili sababli noto'g'ri ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bu sizning ish stajingiz, ish haqingiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringizdagi kichik bir xato pensiya miqdorida katta farqni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, ismingizda, familiyangizda yoki tug'ilgan sanangizda kichik bir harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa ham, bu tizimda boshqa shaxs sifatida aks etishingizga yoki ba'zi ma'lumotlarning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan hatto pensiya jamg'armasining o'zida ham sizning hisobingizga tegishli ba'zi ma'lumotlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya hisobini tekshirish jarayonida har bir hujjatdagi ma'lumotlarni, jumladan shaxsiy ma'lumotlaringizni ham diqqat bilan solishtirishingiz kerak. O'zbekistonning chekka qishloqlaridan birida yashovchi 1950-yilda tug'ilgan Gulnora xolaning pasportidagi tug'ilgan sanasi bilan mehnat daftarchasidagi tug'ilgan sanasi bir oyga farq qilar edi. Bu kichik farq uning pensiya yoshiga yetishini tasdiqlashda bir necha oyga kechikishga sabab bo'ldi. Natijada u to'liq huquqqa ega bo'lgan pensiyasini bir necha oy kech ola boshladi. Bunday mayda, ammo muhim detallarga e'tibor berish shart. Uchinchi nuans, pensiya miqdori va minimal iste'mol savati. O'zbekistonda minimal iste'mol savati va tirikchilik darajasi kabi tushunchalar joriy etilmoqda. Agar sizning pensiyangiz miqdori ushbu ko'rsatkichlardan tam past bo'lsa, siz qo'shimcha moddiy yordam yoki nafaqalar olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu ayniqsa bir kishi yashaydigan yoki qaramog'ida nogiron farzandlari bo'lgan pensionerlar uchun juda dolzarb. Ammo bu haqida ko'pchilik xabardor emas. Shuning uchun agar sizning pensiyangiz miqdori sizga o'z ehtiyojlaringizni qoplashga yetarli bo'lmayotgan bo'lsa, ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling va minimal iste'mol savati bo'yicha ma'lumot oling. 4-nuans. Noto'g'ri maslahatlar va vositachilar. Afsuski, pensiya bilan bog'liq masalalarda ba'zida fuqarolarga noto'g'ri maslahatlar beruvchi yoki hattoki pul evaziga yordam taklif qiluvchi shaxslar uchraydi. Unutmang, barcha pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni bepul va ishonchli manbalardan, ya'ni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridan yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan IDXP olishingiz mumkin. Hech qachon hech kimga o'zingizning shaxsiy hujjatlaringizni yoki bank kartangiz ma'lumotlarini bermang, agar bu rasmiy talab bo'lmasa. O'zbekistonning Sirdaryo viloyatidan bir ayol tez pensiya chiqarib berish va'da qilgan firibgarlarga aldagan va ularga katta miqdorda pul berib yuborgan. Natijada na pensiyasini oldinroq olgan, na pulni qaytarib olgan. Bu esa uning moliyaviy ahvolini yanada og'irlashtirgan. Shuning uchun har doim rasmiy idoralar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlang. Amaliy maslahatlar, siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, sizning harakatlar rejasi. Bu qadamlarni aniq va diqqat bilan bajaring. Birinchi qadam, ma'lumot to'plash. Avvalo pensiyangizni hisoblash uchun kerak bo'lgan barcha hujjatlarni to'plang. Bularga quyidagilar kiradi. 1. Pasportingiz. 2. Mehnat daftarchangizning asli va nusxasi. Agar u elektron bo'lsa, elektron ma'lumotlarni ham tekshiring. 3. Ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotnomalar, agar mavjud bo'lsa. Ayniqsa,
eng yuqori daromad olgan davrlar uchun. 4. Diplomlar o'quv yurtlarini tugatganlik to'g'risidagi guvohnomalar, agar o'qish davri stajiga qo'shiladigan bo'lsa. 5. Harbiy bilet. Agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, turmush qurganlik yoki ajrashganlik haqidagi guvohnomalar, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, bu stajni aniqlashda muhim bo'lishi mumkin. 7. Nogironlik haqidagi ma'lumotnomalar, agar nogironligingiz bo'lsa. Diqqat, agar chet elda ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrdagi ish joyidan ma'lumotnomalar, mehnat shartnomalari va ish haqi haqidagi hujjatlar. Bolalikdan nogiron farzandingiz borligi haqidagi hujjatlar, agar sizda bor bo'lsa, chunki bu pensiya miqdori yoki muddatiga ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, sizning pensiya oladigan bank hisob raqamingiz. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda mutaxassisga murojaat qilib, pensiyangizni qayta hisoblash masalasi bo'yicha maslahat so'rang. Murojaat paytida quyidagilarni aniq tushuntiring. Siz pensiyangizning hisoblanishi bo'yicha ma'lumot olishni xohlaysiz. Yangi qonunlar asosida pensiyangizni qayta hisoblash imkoniyatlari mavjudligini bilasiz. Sizning holatingizda yuqorida aytilgan guruhlarning qaysidir biriga mansubligingizni aytib, pensiyani qayta hisoblash zaruriyatini tushuntiring. Barcha tayyorlagan hujjatlaringizni taqdim eting. Hujjatlarning asal nusxalarini ham olib boring. Asal nusxalarini shunchaki ko'rsatib, nusxalarni qoldirishingiz kerak bo'ladi dedi. 3-qadam, arizani to'g'ri yozish. Agar pensiya jamg'armasi mutaxassislari pensiyangizni qayta hisoblash kerakligini ta'kidlasalar, tegishli arizani yozishingiz kerak bo'ladi. Ariza namunasini pensiya jamg'armasining o'zidan so'rashingiz mumkin. Arizada quyidagilarni ko'rsatishingiz shart. Sizning to'liq FIO'ingiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz. Pensiyani qayta hisoblashni so'rashingizning sabablari, masalan, yangi qonunlarga muvofiq ish tajim to'liq hisobga olinmagan, ish haq chegarasi qo'llanilganligi sababli va hokazo. Agar sizda biron bir qo'shimcha hujjatlar bo'lsa, masalan, chet elda ishlaganlik to'g'risidagi guvohnoma, ularni arizaga ilova qiling. Arizani 2 nusxada yozing. Birini topshirib, ikkinchisiga qabul qilgan shaxsning imzosi va sana bilan muhr tushirilgan holda o'zingizda qoldiring. Bu sizning murojaatingiz rasman ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. 4-qadam, EDXP, MyGov.uz orqali murojaat. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa va kompyuterdan foydalanishni bilsangiz, pensiya jamg'armasiga yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyTalk.uz orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. Bu usul vaqtni tejaydi va navbatlarda turishni oldini oladi. Portalda pensiya ta'minoti bo'limini toping va tegishli xizmatni tanlab onlayn ariza topshiring. Barcha kerakli hujjatlarning elektron nusxalarini yuklashingizga to'g'ri keladi. Elektron imzo talab qilinishi mumkin. 5-qadam, javobni kutish va nazorat qilish. Ariza qabul qilingandan so'ng pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizning murojaatingizni ko'rib chiqishadi va belgilangan muddatda, odatda 10-15 ish kuni sizga javob berishadi. Agar javob ijobiy bo'lsa, pensiyangiz qayta hisoblanadi va keyingi oydan boshlab yangi miqdorda to'lanadi. Agar javob salbiy bo'lsa yoki sizga qoniqarli bo'lmasa, siz javobni yozma ravishda talab qiling va uni diqqat bilan o'rganib chiqing. Keyinroq yuqori turuvchi tashkilotga, masalan, ijtimoiy himoya agentligiga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Aziz tomoshabinlar, unutmangki, har bir fuqaro o'zining qonuniy huquqlarini bilishi va ulardan foydalana olishi kerak. Pensiya bu sizning uzoq yillik mehnatingizning natijasi va keksaligingizda sizga yordam beradigan eng muhim moliyaviy manbadir. Shuning uchun bu masalaga jiddiy yondashing va harakat qiling. Bugungi ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu videoni yaqinlaringizga, ayniqsa pensioner qarindoshlaringiz va do'stlaringizga yuboring, chunki ularning ham xabardor bo'lishi juda muhim. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan shaxsiy holatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir izohingiz boshqa insonlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Shunda kelgusidagi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.